Eshiting odamlar, tinglang bu dunyo. Yurakni tirnalgan dardi bor ekan. Sirlarning siri bu eng buyuk ma'no. Otani aksini Alloh taolo faqat qiz bolaga berar ekan. Bu qismat hikmati, ilohiy taqdir. Buni tushunganlar baxtlidir axir. Biz go'hida adashib oqil bo'la deymiz, nasl tarqatuvchi suyanchiq deymiz. Yo'q, yo'q, aslo unday emas odamlar. Bu aslida pokiza munis qiz boladir. Qiz farzand o'taga jannat eshigi, xonadon fayzi-yu baxtning beshigi. O'qil darmon bo'lsa qiz bola rahmat. U kelgan xonadonga yog'ilur shafqat. Eshiting, har kuni 12 ta farishta ko'klardan yerga qarab tushar ekan. Qiz farzandi bor bo'lgan o'sha xonadon uzra yig'lab sajda qilib duo qilar ekan. Ular qanot yozib kutar har sahar. Ular duosidan nurlanar shahar. O'xshov ikki pokiza farishtadan uchtasi istig'for aytarkan ota-onasiga. Yo Rob, ularning gunohini kechir deya yolvorib yig'larkan otaning qiziga. Bu uyni tarbiyat qilgan otaning tog'day gunohlarin kechir der ekan. Ustasi bitmas tuganmas davlat tilarkan. Qizli bo'lgan o'sha qutlug' xonadonga kambag'allik ko'rmasin aslo bu oston deya. Baraka urug'in sochar jahonga. Ustasi jannatdan joylar so'rarkan. Otaning boshini yetkazib osmonga. Bu jannati zotdir, qiz o'stirgan zot deya yozib qo'yisharkan buyuk devonga. Yana uchtasi esa ofiyat so'rab Tangridan barcha balolardan asrar ekan yomon kunida. Kasalga shifo, dardga davo so'rab tinchlik tushirar ekan tunida. Farishtalar maskan qurgan uydir bu. Tangrining eng suygan bandalaridir. Ayting, bundan ortiq baxt bormi dunyoda? Bundan ortiq davlat bormi dunyoda? Qiz farzand jannatning kaliti biling. Qizli xonadonni e'zozlab boring. Bu shunday ne'matki qadri bo'lakcha. U borki ota ham yashar buyukcha. Qizining duosi asrar otani. Omon bo'ling. Farishtalar maskani. Boringizga shukr.